ba'zida berayotgan ehsonimizni ham minnat, aziyat bilan berib qo'yar ekanmiz-da. Arzimagan bir dona issiq shashlik olib beradi, lekin o'shani ham minnat qiladi. Arzimagan yo'l kirasiga pul to'lab yuboradi, uni ham minnat qiladi. Yoki bo'lmasa biror joyda uni himoya qilib qo'ygan bo'lsa, falonchi, sen doim himoya qilib yurardim, menga shu kuni foyda qilmading deb uni ham minnat qiladi. Bu Alloh yo'lidagi do'stlik emas ekan. Ba'zilar oqibatimiz yo'qolmasin deb bir-biriga aytib yuradi. Bir marta sinfdoshlar yig'ilgan oshga bormay qo'ring-da. Telegram gruppasidan ham video aytib qo'yasiz. Nima uchun? U sizni Alloh uchun yaxshi ko'rmas edi-da. U sizni oshga kelib, o'sha joyda tushadigan rasxodni sal kamroq bo'lishi uchun yaxshi ko'rardi. Alloh uchun yaxshi ko'radigan birodar kamchilik-pamchiliklar bilan qo'shib yaxshi ko'radi. Nuqsonlari bilan yaxshi ko'radi. Puli bo'lsa-yu, bo'lmasa yaxshi ko'radi. Nafs unaqa do'st tanlamaydi-da. Nafs puli bor do'st tanlaydi. Nafs hurmatliroq bo'ladigan do'st tanlaydi. Nafs doimo o'sha oshni laganning atrofida o'tiradigan do'st tanlaydi. Agar nafs Alloh uchun bo'lganda edi, balki birodarim puli yo'qdir. Kim o'shanga cho'ntagi bildirmasdan yonda o'tirganda so'p qo'yar 100 ming so'm. Qaysi birodaringiz cho'ntagiga so'p qo'ydingiz? Kiyimini ilgichga ilib qo'yganda, o'tirganda borib turib, hammamiz yoddan bilamiz, kiyimi qanaqa rangda kiyadi. Borib sekin cho'ntagiga bir 100 ming so'm pul so'p qo'ydingiz. Ya'ni Alloh yo'lida do'stmiz san bilan, qiyomatga oqibatimiz sana shu bilan. Nafs bizni aldayapti. Ulamolar aytishadiki, Alloh yo'lidagi do'st qanaqa bo'ladi desa, birodarning cho'ntagiga uni iznisidan qo'l soladigan darajada yaqin bo'lsa va do'sti qalbida biror bir nafrat tuymasa, o'sha haqiqiy do'st bo'ladi.